Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Yahyo bo'ldik va men Islomjon. Hozir geofizikadamiz. Yangi O'zbekiston tarafda Xudo panel ishiga keldik. Makletlarimiz tushirishni boshladik. Mana shu uchastkamizda tashqi va ichki qismlarni to'liq holatda panel qiladigan bo'lyapmiz. Inshaalloh uyimizda asosiy egasini aytish bo'yicha mana shu tarafdan ko'rib turganingizdek ertadan kechgacha quyosh tushadi. Shu taraf yozda isib ketadi, qishda esa ular tarafdan bo'lganligi uchun yog'i sovug'irib uyni ichini qishda juda ham sovib ketadi, isitishimiz qiyin bo'ladi deyapti. Shunga termo panellarimizni tanlashibdi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib beramiz. Mana uyimizning ichki taraflari mana hermetiklarimiz, turutskiy hermetiklar oq bo'ladi. Panellarimizni sizga bilmaydigan mana ichki qismlari, ichki qismida sho'rlagan, devordan sho'r chiqib turganiga va bir yerdan qismini yerga tashlab yuboradi deganligi uchun to'la bunga ham yechim bo'lib ketadi, xudo xolasa. Biz kuzatib borasizlar, qolgan holatlarni ham, bitgan holatlarni qo'yib boramiz, ish jarayonlarini. Bunga mashina sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqib borasizlar. Hammaga rahmat.